Tavakkal ki umuman oddiy hayotda yasharman ki bu yoqda meni qanaqadir yomon holatda ko'rarsizlar, mashinasiz, uysiz. Men Allohga tavakkal qildim. Agar kimdadir nimadir taklif bo'lsa, bilasizlar, men soham matematika, fizika, iqtisodchiman, marketing sohasida katta tajribaga egaman. Balki shu sohada davom ettirarman faoliyatimni. Nimadir takliflaringiz bo'lsa, men tayyorman. Umuman boshqa sohada ish boshlashga. Menga Saxir bo'yicha professional vrachlarimizni yordami kerak. Ana sog'ligim bo'yicha 3-4 ta muammolarim bor. Vrachlarning yordamiga muhtojman. To'g'risini aytsam, menga kuchli psixologlar kerak. Chunki yomon depressiyadaman, stress ko'p oldim, lekin o'zim yengib, o'zim o'tib ketaman deb o'yladim. Men topolmadim yo'lni. Balki bundan buyog'iga mana avtobusda ko'rarsizlar, metroda ko'rarsizlar. Men juda qimmat obrazda yurganman. Xalqni shu paytgacha bunga meni do'stlarim yordam bergan. Katta-katta kiyim do'konlari, katta-katta avtosalonlarimiz, qurilish kompaniyalari mana shunaqa chiroyli, juda bogatый qilib olib yurdi, lekin o'zi aslida unaqa sharoitdagi bola emasman. Yaqinlarim biladi. Endi manzilimiz shu yergacha ekan. Men bilan birga bo'lgan hammaga rahmat. Ijodimda meni shoh asarlarimni yaratib, haqiqiy do'st bo'lib, bungacha yonimda turib olib kelgan do'stlarimga rahmat aytmoqchiman. Ozodbek Nazarbekovga, ustozim Bobomurod, rahmatli Musoxon aka, Nurmatov, Said Muxtorov, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga rahmat. Birinchi navbatda studiyamda yonimda turgan, xizmatlarimni qilgan shogirdlarim va birinchi navbatda ota-onam va meni eng og'ir kunimda yonimda turgan Rustam akamga rahmat aytaman. Bu yo'q, Allohga tavakkal. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh rozi bo'lsin. Mendan rozi bo'linglar. Yaxshi kunlarda didorlashaylik. Meni yomon ko'rganlar, yaxshi ko'rganlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin.